Do'stlar, mana birinchi bo'lim ham poyoniga yetdi. Barselona bilan yuqorida o'ynash, Barselona bilan tengma-teng o'ynashning oqibati naqadar og'irligini Real Sociedad ko'rsatdi. Eng qizig'i, mana shu Real Sociedad birinchi davrada butunlay boshqa shablon bergan, butunlay o'sha ofsayd liniyalarni parchalab tashlab turib, o'zidan keyin Barsa bilan o'ynaydigan jamoalarga shpargalkalar ulashgandi. Lekin bu safar g'irt teskarisi bo'lyapti. Tengma-teng o'ynab, pressinglar qilib turib, gol ham urdi mayli ofsayd bilan. Shunaqa ketayotgan paytda baribir jazolandi. Qizil kartochka, bu yo'q endi qizil kartochkadan keyin ma'lum bo'lib ketdi. Faqatgina endi kim gollar uradi, nechta gol uradi, mana shu savollarga oydinlik kiritish uchun qolgan 45 daqiqani kuzatamiz. Boshqa hech narsa kutmaymiz Real Sociedad tomonidan ham, boshqalar tomonidan ham. Shunaqa uchrashuv. Roma tarkibida Shomurodov asosiy. Bu zo'r voqelik. Endi o'sha vaziyat nazdimda Real Sociedad himoyaviy jamoa emas-ku va uning rejasi Barselona bilan tengma-teng o'ynash, pressingda o'ynash, to'p nazoratiga ham hattoki da'vo qilish edi. Bunaqa reja bilan chiqqandan keyin 17-18-daqiqalarda jamoa qizil kartochka olib qolishi mumkin. Chunki yuqori liniyada Barselonaga o'xshab turib oldinga chiqib o'ynayapti. Va agar shunday voqea sodir bo'lsa, himoyani ham tartibga solish kerak. Himoya bugun garchi bir kam o'yinchi bo'lib o'ynagan bo'lsa ham, Real Sociedad rasvo edi. Barselona xohlagan ishini qildi. Kam gol urdi to'g'ri, 4 ta gol ham kam o'zi. Lekin himoyaviy futbolga tayyor emasmisan, yuqori liniyada o'ynaganingda qizil kartochka olma. Aks holda mana shunaqa juda xunuk manzara hosil bo'lishi mumkin. Barsa muxlislarini tabriklaymiz, ajoyib g'alaba.